Jamshid Botirov, marhamat. Assalomu hammaga. Qandaysizlar, zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Jiman-jo'la yuribsizlarmi? Doimiy shivada gapiryapman. Chunki hazillar miymayapti. Shivada gapiryapman. Mening ismim Jamshid, uydagilarim erkalab deb chaqirishadi. Doimiy qishloqda katta bo'lganman, lekin ko'pchilik ko'rib meni shaharlik deb o'ylaydi. Siz shunday. Shaharlik deb o'ylaydi. Men qishlog'im haqida ozroq ma'lumot bermoqchiman. Mening qishlog'im nomi Cho'g'loq. Cho'g'loqdanman. Qishlog'imni qanday tasvirlab bersam, qishloqdagi eng taniqli odam menman-da. Yana bitta taniqli odam bor, Ilash degan jo'ram bor. Ilash degan jo'ram taniydiganlar bormi? Aytdim-ku, men taniqliman deb. Men Toshkent kelishim haqida endi maqtanish emas-ku, buni oldindan bir ikki marta kelganman Toshkentga. Kelgan kunim ertasi kuni Toshkent Cityda bir kun aylanganman-da. Nimaga bir kun aylanish mumkin deysizlar bo'lar? Toshkent Cityda topishga bir kun vaqtim ketganda meni. Keyin Toshkentliklar bormi oramizda? Siz o'xshamaysiz-ku Toshkentlikka. Savol bermoqchiman-da, aniq qilsa nima degani shu? Men Toshkent shivani o'rganyapman-da hozir aka. Qiynalyapman. Keyin so'rab olaman degan nima degani aka? Bitta toshkentlik brat bilan janjallashib qoldim-da, telefonda "Ukam ko'rishaylik, so'rab olaman" dedi. Aka telefonda so'rab qo'ygan. Ishongan so'rab olaman dedi. Ishondim, so'rang, nima demoqchisiz? Toshkent shivani o'rganyapman. Toshkent shivada mana gapirishga harakat qilyapman, lekin gapiraman degan paytim yo'talib boryapman-da. Bir ikki marta atiralgan ham bo'ldim o'rganaman deb. Toshkent shivada gapirishga tilim harakat qilyapti, miya yetkazib qo'yapti-da birdan. Keyin Toshkentda ish izladim ko'p joydan, lekin mana bu Telegram oilasidagi e'lonlar meni prinsiplarimga qarshi chiqyapti-da, mana ruschani bilish kerak deydi. Men qayerdan bilaman ruschani? O'zi adabiy tilda zo'rg'a gapiraman. Lekin baribir ham o'rganishga harakat qilyapman hozir. Endi Telegramda OLX e'lonlarda "Требуется" degan so'zni o'rgandim-da. Undan keyin o'rganganim yo'q. Shu o'rganmaganim uchun ishga boryapman, yankalikka, ofitsiantkalikka. Keyin bilsam boshqa odam kerak ularga. Keyin kvartirada turaman, kvartirada xonadoshlarim ham nimagadir menga ruscha, inglizcha gapiradi. Bilmayman nimaga. Boshida aytdim-ku, shaharlikka o'xshayman haqiqatan ham. Bitta xonadoshim kelib turib menga ruschalab bir narsa deb gapiryapti-da. Men tushunmayapman nima deyotgan. Da, обязательно deb turibman-da bu yerda. Keyin bilsam qarshi so'rayapti ekan meni. Keyin bizlar 3-etajda turamiz, 2-etajimizda rus babuля turadi-da. Hamma odamda bor bitta rus babuля. Bizlar uni o'lim ma'budasi deb aytamiz ko'pincha. Bizlarga umuman tinchlik bermaydi. Har doim chiqib so'kadi, urushadi, gapiradi ruschalab. Men tushunmayman ruschalab nima deb gapirayotgan. Bilaman, aniq so'kib qarayapti-da. Chunki unaqa tonda yaxshimisan olam deb bo'lmaydi-da. Har doim chiqib gapiraveradi, keyin o'sha gapirayotgan paytda shu "Ya militsiya позови" deydi, shunaqa deydi. "Ya militsiya перезвоню" deydi, shunaqa deydi. O'sha militsiya degan so'zni tushunib qolaman-ku. Babuля, нет, пожалуйста. Militsiya tut, не надо, пожалуйста. Bir kun kvartirada o'zimman, qo'limdan olma tushib ketdi. Ana rus babuля chiqib, yana ketdi, so'kib, qarg'ab ketdi-da. Tushunmayapman. Извините deb turibman mana yerda. Shunday deb aytayapman, to'xta dedim, meni qarg'ayaptimi? Men ham qarg'ayman deb. Men ham ozroq ruschani o'rganganman-ku. Ana qanaqa qarg'ish bor edi o'zbek tilida? Dada, og'zingdan qoning kelsin, ruschasiga aytaman dedim. У тебя рот qon nima edi? Krasная вода упала на землю. Qizlar bilan ko'p gaplasha olmayman-da, chunki qizlarda fokus bor-da. Fokus bor.
Yo'q, gaplashsam ham bitta chista bir qishloqlik bir qabiladan chiqqan qiz topaman. Chunki qishloq qizlarni hayron qoldirish oson-da. Mana masalan men Toshkentga Magic City'ga borganman desam uje bo'ldi-da. Ana ertasi kuni ko'rpa-to'shak bilan uyimga borib olaman. Bir marta Nissan olti rasmga tushdimdan keyin tashladim-da Telegramdan. Keyin bilsam ana til orqaga ketib qolibdi. Keyin qizlar ko'p tashab ketishsi sababi siz detiskisiz deydi. Bilmayman nimaga unaqa deydi. Unda bar xafa bo'lmayman, bari bitta uxlab tursam esimdan chiqib ketadi. Keyin menga pikmi qizlar yoqmaydi. To'g'ri aytaman, pikmi qizlar yoqmaydi. Bitta Yulduz degan sinfdoshim bor-da, u ham shunaqa o'zini bir pikmi, bir dunyo go'zaliman deb o'ylaydi. Bir marta so'radim, Yulduz, turishing qara, nimaga unaqa deyapsan dedi. Menga qarab, siz unaqa demang. Men chiroyligim sababini bilasizmi dedi. Yo'q, bilmayman desam, men tug'ilgan vaqtim uyimizga osmondan yulduz parchasi kelib tushgan. Shunchun ham chiroyliman, shunchun ham ismim Yulduz qo'yilgan deydi. Men aytdim, yulduz parchasi kelib basharanga tushibdi-da. Bir kun nima deydi? Agar go'zallik jinoyat bo'lganda men qamalib ketgan bo'lardim deydi. Tuhmat bilan qamalib ketgan bo'lardim-da. Men yaqinda o'zimiz Cho'loq qishlog'ida kichkina stand-up konsertcha berdim. Qishlog'im konsertcha berdim, lekin konsert men o'ylagandek bo'lmadi-da. Chunki men o'ylagan tomoshabinlar kelmadi. Tomoshabinlar juda ham yosh, katta kampirlar va juda ham yosh bolalar keldi-da. Men stand-up aytishimdan oldin ularga stand-up nimaligini tushuntirib berishim kerak birinchi. Xo'p, mayli deb aytayapman, stand-up endi kampirlar o'tiribdi. Eshitmayaptimi, tushunmayaptimi men. Bitta kampir mendan ko'z uzmay qarab turibdi-da, mana shunday qilib. Men o'yladim, mana shu kampir televizor ko'rayotgan bo'lsa kerak deb. Chunki yonida pult ham bor-da, bunday qilib. Bunday qilib meni boshqa kanalga olmoqchi bo'lyapti. Unga ham chidab turdim. O'zi konsert bir qishloqda ko'chada bo'ldi, xolos maktabimiz oldida ko'chada bo'ldi. Mana shunda stand-up aytayapman, bitta bola velikda olinib o'tib ketsa bo'laman. Menga shunaqa katta ruhiy travma berdi bu. Stand-up aytayapman, xayolimda bitta narsada, mana shu yosh bolani ursa necha yil berar ekan-a? Xola bu yoqdan pultni bosib o'tiribdi bunday. Naq pultni bosib o'tiribdi. Ikki kishini ursam umrbod berib yuboradi-yu deyapman. Keyin konsertcha tugadi, bitta kampir kelib turib, "Malades, zo'r chiqding, gap yo'q" deydi. "O'zar xola siz tanimadim" desam, "Men savdoshing Nilfarman" deydi. Aytdi, "Nilfar buncha qarib ketding" desam, "Ey, bolalarim ko'p hozir" dedi. "O mayli" dedi. "Esingdami maktab paytida meni shokoladan chaqirarding" deydi. Shunday deb chaqirardim, hozir riskam o'tib qolsan-ku. Keyin bitta savol bermoqchiman. Zalda o'zini kim omadliman deb hisoblaydi? Omadim bor deb hisoblaydi. Mana shu qarsak chalgan odamlarni men yomon ko'raman juda ham. Nimaga yomon ko'raman deyapman? Chunki men omadimni ham ishlatib qo'ygansizlar deb o'ylayman-da. Bilmayman, men shunchalik omadsizmanki, metroga o'tsam faqat eski poyezd keladi menga. Bir marta yangisiga chiqmoqchi bo'ldimda, xursand bo'lib chiqmoqchi bo'lsam, xodim to'xtatib, "Yo'q, sen eskisida ketasan." Men shunchalik omadsizmanki, men telefonim megabayt tegib qoladi-ku. Kimgadir tochka yoqib turing desam, tochkandan faqat gadaylar uchun deb yozilgan bo'ladi. Men shunchalik omadsizmanki, kim bilandir PlayStationga borganimda postoyanno pult zaryadi birinchi meni ko'chib qoladi. Даже kontrda hamda yaxshi o'ynasam faqat meni suyib ketishadi. Ana meshin zonadagi ikkita bolam suyib ketganda meni. Keyin bitta gap borda, erkak kishini omadi bilan o'ynash bo'lmaydi deydi. Bilmadim, men omadim kimgadir o'ynashib ketgan bo'lsa kerak. Oxirida bitta fokus ko'rsatmoqchiman. Aytib turaysiz. Manda paka mashilar
ota o'zingizdan ehtiyot qilaylik. Короче, ana qilsa shoddaman. Rahmat, Mendog'ashim.